Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an Rabbihi azze ve cel. İnni inda zanni abdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azza ve celle nomidan, uni tilidan bu hadisni aytdilar. Alloh taolo aytadiki, bandam men haqqimda qanday gumon qilib turgan bo'lsa, men shundoqman. Yaxshi gumon qilayotgan bo'lsa, bandamga men yaxshiman. Men to'g'rimda yomon deb o'ylayotgan bo'lsa, men unga yomonman deydi. Allah, sen rahimdilsan, sen mehribonsan, sen g'ofursan, sen rahimsan, sen afusan, seni mag'firating keng, seni marhamating ulug' deb Alloh taologa yonboshlab, Allohni ana shundoq eslab, shundoq Allohga e'tiqod qilib turadigan bo'lsa, Alloh taolo mana shu go'zal sifatlari bilan bandani o'rab olar ekan. Ey Allah, g'azabi yomon. Allohning do'zaxlari bor. Azoblari bor. Qabrdagi azoblar bor, bundoq bor, undoq bor deb Alloh to'g'rida faqat Allohni banda uchun qiyin, og'ir bo'ladigan tomonlarini o'ylasa, Alloh taolo o'sha sifatlar bilan uni o'rashligi mumkinligiga ishora qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana fi hujrati saadati, Hazrati Oysha Siddiqa roziyallohu anha onamizni xonalarida o'tirgandilar. Birdaniga masjid ichidan ovoz keldiki, bir arobiy qayoqdan kelgan masjidga kirib bor ovozi bilan, nihoyatda ixlos bilan, ya Rahim, ya Karim deb baqiryapti. Shunaqa ixlos bilan, muhabbat bilan aytayotdiki, Rasululloh ham uni ovoziga mahliyo bo'lib chiqib qarab qoldilar. U yon atrofga qaragani yo'q, yana o'sha ya Rahmon, ya Hannon, ya Mannon deb Allohning sifatlarini aytib, mazza qilib zikr qilyapti. Bir mahal Rasulullohga ko'zlari tushib qoldi. Aytdiki, sen qanday ham chiroyli odamsan. Juda chiroyli ekansan. Meni Habibim kelsa, men Habibimga seni aytib beraman. Seni Habibing kim dedilar? Meni Habibim Muhammad dedi. Rasululloh kuldilar. Muhammadni taniysanmi dedilar. Arobiy aytdiki, Allohga qasam, men Muhammadni tanimasdan turib unga iymon keltirdim. Uni risolatini haq deb qabul qildim. Bu gapdan keyin Rasululloh kulib, ana habibuka Muhammad dedilar. Men seni Habibing Muhammad men bo'laman dedilar. Shundoq qarab, yo Rasululloh deb hali arobiy yugurib kelib payg'ambarimizni quchoqlab olib, boshlaridan, peshanalaridan o'pib, keyin qo'llarini ham o'pib yuziga surtmoqchi bo'lib turuvdi. Qo'llarini payg'ambarimiz tortib oldilar. Sen johiliyatdagi odamlarning ishini qilmagin. Johiliyatdagi odamlar o'zini ulug'larini qo'llarini shunaqa o'pib ulug'lashadi. Ana abdun minan nos, odamlardan bo'lgan bitta odamman men. Faqat yuha ilay, menga faqat Alloh vahiy qiladi. Farqim shu, men oddiy odamman, menga bunaqa qilmagin. Endi u arobiy Rasulullohni ko'rganidan shundoq bir butun vujudi baxtga to'lib, endi
nima so'z topsa shuni maqtab gapiraman deb tayinlanib turuvdi. Rasulullohga vahiy kelib qoldi. Jabroil alayhissalom kelib, innas salam yuqri'ukas salam. Albatta salom sifatli sani Robbing senga salom aytdi. Va qul hadal arabiy. Mana bu arabiyga aytgin. Sanuhasibannahu hisaban shadidan. Bizni huzurimizga keladi tez kunda. Biz uni shunaqa qattiq hisob-kitob qilamiz. Sizga aldanib qolmasin. Siz bilan fitnalanib qolmasin. O'zini tutvasin. Ayting unga, huzurimizda qattiq hisob, so'roq savol turibdi. Rasululloh o'zlariga kelib Arabiyga aytdilarki, sen ko'p ham aldanmagin bu holatga. Tezda Allohning huzuriga borsang, Allohim seni qattiq hisob-kitob qilar ekan. Allohning oldida juda qattiq so'roq savollaring turgan ekan. Arabiy ko'zlari ochilib ketdi. Rasulullohga qarab, Robbi yuhasibuni, mani Robbim meni hisob qiladimi? Mani so'roq savolga tutadimi Robbim? Ana uhasibuhu. Man Robbimni hisob-kitob qilaman. Man Robbimdan so'rayman. Rasululloh dahshatga tushdilar. Ey, nima deyapsan? Unzur ila qawlik. Og'zingga qara, gapingga qara, nima deyapsan? Bu olamlarning Robbisi Allohni sen hisob qilasan. Qanaqa qilib hisob qilasan? Nima deyapsan? Desalar, Arabiy aytdi, in sa'alani robbi an zunubi. Agar Robbim meni gunohlarimdan so'rasa, men uni mag'firatini so'rayman. Mag'firating keng edi, hamma narsadan ham buyuk edi-yu mag'firating. Qayerda qoldi seni mag'firating deyman. Meni xatolarim, kamchiliklarimni gapiradigan bo'lsa, ey Alloh, sen bandalaringga mag'firating, fazling ulug' edi-ku, qani seni ulug'liging, fazling qani deyman. Baxilman. Baxilligim bor. Lekin Robbim meni baxilligimni so'rasa, sen hammadan ham ko'ra saxovatli eding-ku, seni saxovating qayerda qoldi deb so'rayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yuzlarida tabassum bilan yig'lab turibdilar. Bu Arabiyning gaplariga xursand bo'layotganlari Alloh to'g'rida uni gumonini chiroyliligi. Alloh seni qiynaydi, do'zaxiga soladi desa, meni Robbim unaqa emas. Meni Robbim menga mehr ko'rsatadi. Uni mehridan so'rab olaman deb o'sha holatda haligi qattim turibdi. Jabroil alayhissalom keldilar qaytib. Jabroil alayhissalom innas salama yuqri'uka salama va lihazal arabiy. Salom sifatlik sani Robbing senga salom yo'lladi va mana bu arabiyga salom yo'lladi. Unga aytgin, mana shu himmati uchun kana rafiqan laka fil jannati. Alloh uni senga jannatda hamroh qildi. Uni hamma gunohlarini kechirdi. Alloh uni o'zi senga hamroh qildi. Shuni xabarini bergin. Bu katta bir xursandchilik xabarni Arabiy chiroyli qabul qildi. Bu chiroyli hadis hammamizni Alloh to'g'rida gumonimizni chiroyli qilishlikni, Allohni doim yaxshi sifatlarini ko'proq yod etishligimizni, shu yaxshi sifatlariga munosib bo'lishligimizni harakatini, himmatini Alloh bersin.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.